Bugun men pensiyaga qo'shilishi mumkin bo'lgan, lekin ko'p pensionerlar bilmay qolayotgan juda muhim to'lov haqida gapiraman. Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki yaqin qarindoshimiz pensioner bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi shuki, ko'p odam pensiyasi kam chiqayotganini sezadi, lekin nima uchun kam chiqayotganini, qanday qo'shimcha pul talab qilish mumkinligini bilmaydi. Shu videoni hozir oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga qaysi holatlarda pensiyaga qo'shimcha to'lov qo'shilishi mumkinligini, kimlar albatta tekshirtirishi kerakligini, qaysi hujjatlar kerak bo'lishini va amalda qayerga murojaat qilishni oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalarida odamlarning murojaatlarini ko'rib kelaman. Eng ko'p uchraydigan holat shuki, odam pensiyaga chiqqan, unga bir miqdor belgilangan, u esa yillar davomida shu pulni olib yuravergan. Oradan 5 yil, 10 yil o'tadi. Keyin tasodifan bilib qoladi. Aslida unga qo'shimcha to'lov, ustama yoki qayta hisoblash bo'lishi kerak ekan. Lekin bu haqda unga hech kim batafsil tushuntirmagan. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar asosida yurardi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi spravka, nogironlik hujjati, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumot. Mukot yoki unvon hujjatlari alohida olib borilardi. Pensioner nimani olib kelsa, shunga qarab hisob-kitob qilinardi. Agar biror hujjat yetishmasa, u davr hisobga kirmay qolishi yoki qo'shimcha to'lov belgilanmay qolishi mumkin edi. Hozir esa ko'p narsa elektron bazalarga o'tgan. Bu yaxshi tomoni. Lekin men amaliyotda shuni ko'ryapmanki, elektron baza ham hamma narsani o'z-o'zidan to'g'ri ko'rsatib bermaydi. Eski ish joyi yopilgan bo'lishi mumkin. Arxivda ma'lumot noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Ayol kishi farzand parvarishi davrini stajga kiritmagan bo'lishi mumkin. Erkak kishi harbiy xizmat davrini ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi qaramog'idagi shaxs urush yoki mehnat faxriysi maqomi, ayrim unvonlar va maxsus holatlar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar alohida tasdiqlovchi hujjat talab qilishi mumkin. Shuning uchun men bu masalani yashirishmoqda deganda bitta narsani nazarda tutaman. Ko'p pensionerga uning o'zi so'ramaguncha uning huquqi borligi tushuntirilmaydi. Qonuniy to'lov bor, lekin odam bilmasa, ariza bermasa, hujjat topshirmasa yoki qayta hisoblashni talab qilmasa, amalda u pulni olmasligi mumkin. Bu yerda asosiy muammo ma'lumot yetishmasligida. Birinchi toifa, mehnat staji to'liq hisobga olinmagan pensionerlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlangan 20 yil staj hisoblangan. Nega? Chunki bir korxonada ishlagan 6 yil bo'yicha hujjat topilmagan. Pensioner esa bo'ldi, demak shunaqa ekan deb yuravergan. Aslida u arxivdan ma'lumotnoma olib kelishi, sobiq ish joyi bo'yicha hujjatlarni tiklatishi yoki guvohlik tartibida ayrim ma'lumotlarni tasdiqlatishi mumkin bo'lgan. Agar shu 6 yil staj qo'shilsa, pensiya miqdori o'sishi ehtimoli bor. Tasavvur qiling. Bir opa 1995 yildan 1932 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika yopilgan. Pensiya tayinlanganda bu davr bo'yicha ma'lumot topilgan. Opa 20 million 200 ming so'm pensiya olib yurgan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topildi. Ish haqi va ish davri tasdiqlandi. Qayta hisoblashdan keyin pensiyasi misol uchun 20 million 200 ming so'mga ko'tarilishi mumkin. Farq o'yiga bu 7 ming so'm, bir yilda bu 2 million so'mdan oshadi. 5 yil davomida esa juda katta pul bo'ladi. Mana shuning uchun har bir yo'qolgan yil pulga ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa, ish haqi noto'g'ri yoki past ko'rsatilgan pensionerlar. Pensiya hisoblashda faqat staj emas, ish haqi ham muhim. Ayrim odamlar yuqori oylik olgan, lekin hujjatda faqat tarif stavkasi ko'rsatilgan, mukofotlar, qo'shimcha haq, ustamalar kiritilmagan. Natijada pensiya bazasi past chiqadi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 20 yil davomida ustama bilan ishlagan, lekin ma'lumotnomada faqat oddiy oylik yozilgan. Bu esa pensiyaga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, bir kishi zavodda smena ustasi bo'lib ishlagan. Uning oyligi o'sha davrda oddiy ishchinikidan ancha yuqori bo'lgan. Lekin pensiyaga hujjat topshirganda korxona faqat asosiy maoshni bergan. Tungi smena zararli sharoit ustamasi va mukofotlarni ko'rsatmagan. Natijada pensiya kam belgilangan. Agar arxivdan to'liq ish haqi ma'lumotnomasi olinib, qayta hisoblashga topshirilsa, pensiya oshishi mumkin. Bu ham yashirin qolayotgan eng katta manbalardan biri. Uchinchi toifa, zararli, og'ir yoki maxsus sharoitda ishlaganlar.
Ba'zi kasblarda odda ish staji bilan maxsus ish staji farq qiladi. Kon kimyo, metallurgiya, energetika, qurilish, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari. O'qituvchilikning ayrim maxsus holatlari, transport va boshqa sohalarda ishlaganlar o'z davrlarini albatta tekshirtirishi kerak. Chunki ayrim ishlarda imtiyozli pensiya, qo'shimcha hisoblash yoki alohida tartib bo'lishi mumkin. Masalan, bir aka 15 yil issiq sexda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan. Aslida u zararli sharoitdagi lavozimda ishlagan. Agar lavozim nomi sex ish sharoiti, buyruqlar va korxona ma'lumotlari aniq tasdiqlansa, bu davr pensiya hisobida boshqacha baholanishi mumkin. Lekin hujjatda aniq yozilmasa, mutaxassislar uni oddiy ish deb qabul qilishi mumkin. Shuning uchun lavozim nomi, bo'lim, sex ish sharoiti haqidagi hujjatlar juda muhim. 4-toifa ayollar, ayniqsa farzand parvarishi davri borlar. Ko'p onalar o'ylaydiki, men uyda bola boqqanman, demak u yillar butunlay yo'qolgan. Aslida ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq stajga kiritilishi mumkin. Bu masalada aniq davr, hujjat va sharoit muhim. Tug'ilganlik guvohnomalari, ta'til buyruqlari, ish joyidan ma'lumotnoma. Farzandlar soni va parvarish davri bo'yicha hujjatlar pensiya hisobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 30 yil ishlagan, lekin 3 farzandi uchun dekret va parvarish ta'tillarida bo'lgan. Pensiya tayinlanganda ayrim davrlar tushib qolgan. U baribir hisoblanmaydi deb o'ylagan. Keyin hujjatlar qayta tekshirilganda ayrim davrlar stajga kiritildi va pensiya qayta hisoblandi. Natijada har oy qo'shimcha pul chiqdi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin minglab ayollar aynan shu sabab bilan kam pensiya olib yurgan bo'lishi mumkin. 5-toifa harbiy xizmat, ichki ishlar, favqulodda xizmat yoki boshqa davlat xizmatida bo'lganlar. Ayrim erkaklar armiyada xizmat qilgan, davrini stajga qo'shmagan bo'ladi. Sababi oddiy, harbiy bilet yo'qolgan, ma'lumotnoma olinmagan yoki pensiya tayinlash vaqtida e'tibor berilmagan. Harbiy xizmat davri qonunchilikdagi shartlarga qarab stajga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun harbiy bilet, mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma, xizmat davri ko'rsatilgan hujjatlar albatta tekshirilishi kerak. 6-toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar va parvarishga muhtoj shaxslar. Ayrim pensionerlarning nogironlik guruhi bor, lekin pensiyasiga tegishli qo'shimcha to'lovlar to'liq qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan guruh o'zgargan, lekin pensiya qayta hisoblanmagan. Ba'zan nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin ma'lumot bazada yangilanmagan. Ba'zan parvarishga muhtojlik holati bor, lekin ariza berilmagan. Bunday vaziyatda tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi va pensiya bo'limidagi shaxsiy ish albatta solishtirilishi kerak. Masalan, pensioner avval 3 guruh nogironi bo'lgan. Keyin 2 guruh belgilangan, lekin u o'zi pensiya bo'limiga borib qayta hisoblashni so'ramagan. Bir necha oy eski miqdorda pensiya olib yurgan. Keyin ma'lumot yangilanganda faqat keyingi davrdan qo'shimcha qo'shilgan. Agar vaqtda ariza berilganida pul yo'qotilmasligi mumkin edi. Mana bu juda muhim. Har qanday maqom o'zgarsa, uni pensiya hisobiga kiritishni alohida tekshirtirish kerak. 7-toifa. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lgan pensionerlar. Bu mavzuni ko'pchilik umuman bilmaydi. Pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan bola, nogiron farzand yoki qonunchilikda ko'rsatilgan boshqa mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lsa, ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov masalasi yuzaga kelishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda hammaga berilmaydi. Qarindoshlik, birga yashash, qaramlik, daromad manbai va hujjatlar bilan tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Masalan, bu nevarasini boqib kelmoqda, bolaning ota-onasi yo'q yoki doimiy daromadi yo'q. Bu faqat o'z pensiyasi bilan yashaydi. Bunday holatda mahalla ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, vasiylik hujjati, daromad holati bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyat alohida ko'riladi. Lekin ko'p odam bunday imkoniyat borligini ham bilmaydi. Endi eng muhim istisnolar, xatolar va nozik joylarini tushuntiraman. Chunki odamlar ko'pincha qo'shimcha to'lov bor ekan degan gapni eshitadi-da, ertasi kuni borib pul talab qiladi. Aslida har bir to'lovning sharti bor. Birinchi nozik jihat. Hamma qo'shimcha to'lov ham avtomatik berilmaydi. Ba'zi ma'lumotlar davlat bazalarida bo'lsa ham, pensiya bo'limi uni shaxsiy ishga kiritmaguncha yoki qayta hisoblash amalga oshirilmaguncha pul o'zgarmasligi mumkin. Shuning uchun ular o'zlari bilishi kerak edi deb kutish xavfli. Men har doim aytaman. Pensioner o'z hujjatlarini o'zi nazorat qilish kerak.
Yaqinlari ham yordam berish kerak. Ikkinchi nozik shart, ariza sanasi katta ahamiyatga ega. Ko'p hollarda to'lov yoki qayta hisoblash ariza berilgan kundan, hujjat topshirilgan kundan yoki qonunda belgilangan muddatdan boshlab amalga oshiriladi. Odam 5 yil oldin huquqi bo'lganini keyin bilib qolsa, hamma davr uchun pulni to'liq undirib olish har doim ham oson emas. Ba'zan mumkin. Ba'zan muddatlar cheklangan bo'ladi. Ba'zan sud orqali isbotlash talab qilinadi. Shuning uchun bugun tekshirish kerak, ertaga emas. Uchinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi odamlar daftarchamda yozilgan-ku deydi. Lekin lavozim noaniq yozilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa maxsus staj, zararli ish, imtiyozli pensiya yoki yuqori ish haqi bo'yicha qo'shimcha dalillar kerak bo'ladi. 4-nozik jihat, arxiv ma'lumotnomasidagi bitta xato ham pensiyani pasaytirishi mumkin. Familiyada bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana boshqacha tushgan bo'lishi mumkin. Ishga kirgan sana va bo'shagan sana o'rtasida uzilish paydo bo'lishi mumkin. Odam aslida 10 yil ishlagan, lekin hujjatda 8 yil ko'rinadi. Shuning uchun arxivdan olingan har bir ma'lumotnomani uyga olib kelib, xotirjam o'qib chiqish kerak. Agar xato bo'lsa, darhol tuzatish so'raladi. 5-nozik jihat. Qo'shimcha to'lov deganda har doim alohida katta pul tushunilmaydi. Ba'zan bu pensiyaning bazaviy miqdorini oshirish bo'ladi. Ba'zan ustama bo'ladi, ba'zan kompensatsiya bo'ladi. Ba'zan qayta hisoblash natijasida umumiy pensiya ko'tariladi. Masalan, odam oyiga 40 ming so'm, 1 ming so'm yoki 30 ming so'm farq olishi mumkin. Kimdadir bundan kam, kimdadir ko'proq chiqadi. Bu odamning staji, ish haqi, maqomi, hujjatlari va qonunchilikdagi shartlarga bog'liq. 6-nozik shart, pensiya miqdorini telefon orqali aytilgan gapga qarab baholamang. Sizga tushmaydi, sizga bo'lmaydi. Bu eski qonun. Hujjat topilmaydigan og'zaki javob bilan to'xtab qolmang. Men doim yozma ariza berishni tavsiya qilaman. Chunki yozma arizaga yozma javob berilishi kerak. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Ana shundan keyin odam nima yetishmayotganini biladi. Stajmi, ma'lumotnomami, buyruqmi, arxiv tasdig'imi yoki boshqa hujjatmi? 7-nozik jihat, har bir pensionerning shaxsiy pensiya ishi bor. Odamlar ko'pincha o'z pensiya ishida nimalar turganini bilmaydi. Aslida shuni tekshirish kerak. Qaysi yillar hisoblangan, qaysi ish haqi olingan, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi qo'shimcha ustama qo'shilgan yoki qo'shilmagan. Agar shaxsiy ishni tekshirtirmasangiz, taxmin bilan yuraverasiz. 8-nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin ham ayrim masalalar merosxo'rlar yoki oila a'zolari uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, dafn puli, olinmay qolgan pensiya. Noto'g'ri hisoblangan davrlar bo'yicha murojaatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ota-onangizning hujjatlarini tartibga solib qo'yish faqat bugungi pensiya uchun emas, keyingi huquqiy masalalar uchun ham kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Bu qismni e'tibor bilan eshiting. Chunki amalda pul shu yerda hal bo'ladi. Birinchi qadam, pensionerning barcha hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik ma'lumotnomasi, mukofot va unvon hujjatlari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi spravkalar, mahalla ma'lumotnomalari, vasiylik yoki qaramlik hujjatlari bo'lsa hammasini jamlang. Ikkinchi qadam. Mehnat stajini o'zingiz oddiy daftar yoki jadvalda yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagan? Korxona nomi nima bo'lgan? Lavozimi nima bo'lgan? Ishdan bo'shagan sanasi qaysi? Orada uzilish bormi? Harbiy xizmat bormi? Dekret yoki bola parvarishi davri bormi? Shularni bir qatoriga tushirsangiz, qaysi davr yo'qolib qolganini ko'rasiz. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni. Shaxsiy pensiya ishimda qaysi mehnat staji va qaysi ish haqi davrlari hisobga olinganini, qaysi qo'shimcha to'lovlar belgilanganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Bu ariza juda muhim, chunki siz umumiy gap emas, aniq tekshiruv so'rayapsiz. 4-qadam. Agar biror davr hisobga olinmagan bo'lsa, arxivga murojaat qiling.
eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxivida, idoraviy arxivda yoki huquqiy voris tashkilotda bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, taxminiy yillar, lavozim, tug'ilgan sana, eski familiya bo'lsa, eski familiya ham ko'rsatiladi. Arxivdan faqat ishlaganlik haqida emas, imkon bo'lsa ish haqi haqida ham ma'lumotnoma so'rang. Chunki ish haqi pensiya hisobida juda muhim. 5-qadam. Agar sizda maxsus sharoit, zararli ish, imtiyozli lavozim bo'lgan bo'lsa, oddiy staj ma'lumotnomasi bilan cheklanib qolmang. Lavozim nomi, sex yoki bo'lim nomi, ish sharoiti, buyruqlar, shtat jadvali, lavozim yo'riqnomasi, ish joyining maxsus ro'yxatga kirishi kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarni topish qiyinroq, lekin aynan shu hujjatlar pensiyani oshirishi mumkin. 6-qadam. Agar nogironlik qaramog'idagi shaxs voyaga yetmagan bola, parvarishga muhtoj oila a'zosi, faxriy maqomi. Unvon yoki mukofot bo'lsa, ularning har biri bo'yicha alohida savol bering. Mening ushbu hujjatim pensiyamga ta'sir qiladimi deb yozma so'rang. Ba'zan odam bitta qog'ozni yillar davomida sandiqda saqlab yuradi. Lekin u qog'oz pensiyaga qo'shimcha berishi mumkinligini bilmaydi. 7-qadam. Yozma javobni olganingizdan keyin uni sinchiklab o'qing. Agar asos yo'q deyilsa, qaysi asos yo'qligi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar hujjat yetishmasa, aynan qaysi hujjat kerakligi yozilishi kerak. Agar hisob kitob qilingan bo'lsa, qaysi davrlar kiritilgani ko'rsatilishi kerak. Javob noaniq bo'lsa, qayta ariza bering yoki yuqori turuvchi organga murojaat qiling. 8-qadam. Zarur bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tuman adliya bo'limi, xalq qabulxonasi yoki sud orqali huquqingizni himoya qiling. Men buni darhol janjal qilish uchun aytmayapman. Lekin yozma murojaatlarga qaramay, aniq hujjatlar e'tiborga olinmasa, odamda yuqori tartibda shikoyat qilish huquqi bor. Eng muhimi, qo'lingizda dalil bo'lsin. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana, javob xati, arxiv ma'lumotnomasi, hujjat nusxalari. 9-qadam. Farzandlar ota-onasining pensiyasini tekshirishga yordam bersin. Ko'p ota-onalar davlat idorasiga borishdan uyaladi. Savol berishga tortinadi, hujjat so'rashni bilmaydi. Ba'zan esa eshitishi, ko'rishi yoki yurishi qiyin bo'ladi. Farzandlar oyim pensiya olyapti-ku deb beparvo bo'lmasligi kerak. Oyiga 1000 so'm ham keksa odam uchun to'g'ri. Oziq-ovqat yoki kommunal to'lovga yordam beradi. 10-qadam. Hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Qonuniy qo'shimcha to'lov hujjat bilan bo'ladi, tanish bilish bilan emas. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lovlar, rasmiy kassalar, bank yoki davlat xizmatlari tartibida bo'ladi. Pensiya masalasida eng kuchli himoya bu to'g'ri hujjat va yozma murojaatdir. Men yana bir muhim misol keltiraman. Bir otaxon 20.600.000 so'm pensiya olib yurgan. U 7 yil ishlagani aytadi. Hujjatlar tekshirilganda 4 yil harbiy xizmat va 5 yil boshqa viloyatdagi qurilish tashkilotida ishlagan davri hisobga kiritilmagani ma'lum bo'ldi. Harbiy xizmat bo'yicha ma'lumotnoma olindi, qurilish tashkiloti bo'yicha arxivdan tasdiq topildi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 1.800.000 so'mga chiqdi deylik. Farq 2.000 so'm. Bu bir oyda kichik ko'rinishi mumkin, lekin bir yilda 3 million so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu juda katta yordam. Yana bir misol, bir buvi nevarasini boqadi. O'zi pensiyada qizi vafot etgan. U faqat oddiy pensiya olib yurgan. Qaramlik va vasiylik hujjatlari tartibga solingandan keyin unga tegishli ijtimoiy to'lov yoki qo'shimcha yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin bo'ldi. Bu yerda men aniq hammaga bir xil pul beriladi demayapman. Men aytayotgan narsa shuki, vaziyat hujjat bilan ko'rsatilsa, davlat organi uni tekshirishi shart. Hujjat bo'lmasa, huquq qog'ozda qolib ketadi. Yana bir misol, bir ayolning familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Eski ish joyidagi arxiv ma'lumotnomasi eski familiyada, pensiya ishi esa yangi familiyada yuritilgan. Shu sababli bir davr hisobga olinmagan. Nikoh guvohnomasi taqdim etilgandan keyin bog'liqlik tasdiqlandi. Bunday oddiy hujjat ba'zan pensiya hisobini o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun familiya o'zgargan ayollar hujjatlarini albatta tekshirsin. Birinchi xato, pensiya tayinlangan, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylash. Bu noto'g'ri. Agar yangi hujjat topilsa, xato aniqlansa, staj yoki ish haqi bo'yicha dalil chiqsa, qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi mumkin. Ikkinchi xato, og'zaki javob bilan cheklanish. Idoraga borib, navbatchi yoki xodimdan so'rab,
sizga bo'lmaydi degan gapni eshitib qaytish kerak emas. Yozma ariza bering, yozma javob oling. Huquqiy jarayon shundan boshlanadi. 3-xato hujjat nusxalarini saqlamaslik. Har bir topshirgan hujjatingizning nusxasi o'zingizda qolishi kerak. Ariza topshirsangiz qabul qilingan sana va ro'yxat raqami bo'lsin. Keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash oson bo'ladi. 4-xato. Faqat pensiya bo'limini ayblab yurish, lekin hujjat yig'maslik. Ba'zan tushuntirish yetarli bo'lmaydi. Lekin sizning vazifangiz ham bor, ish joylarini eslash, arxivni izlash, kerakli guvohnomalarni topish, oilaviy hujjatlarni tartibga solish. Pensiya masalasida faol bo'lgan odam ko'proq natija oladi. 5-xato, qo'shimcha to'lovni faqat kattalar uchun maxfiy pul deb tushunish. Aslida bu turli sabablar bilan paydo bo'ladigan qonuniy qo'shimcha hisob-kitoblar bo'lishi mumkin. Staj, ish haqi, nogironlik, qaramlik, maxsus maqom, unvon, zararli ish, hujjatdagi xatoni tuzatish. Har birining tartibi boshqa. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiyaga qo'shiladigan ayrim to'lovlar va qayta hisoblash imkoniyatlari bor. Lekin pensioner buni bilmasa, so'ramasa va hujjat bilan tasdiqlamasa, u pul yillar davomida olinmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning yoki ota-onangizning pensiyasini tekshirtiring. Staj to'liq kiritilganmi? Ish haqi to'g'ri olinganmi? Maxsus maqomlar hisobga olinganmi? Nogironlik yoki qaramlik bo'yicha qo'shimcha huquqlar bormi? Bularning hammasini yozma ravishda so'rang. Mening tavsiyam aniq. Hujjatlarni yig'ing, stajni yozib chiqing. Pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arxiv ma'lumotlarini oling va javoblarni saqlang. Agar haqingiz bo'lsa, uni talab qilishdan uyalmang. Pensiya bu sadaqa emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati evaziga oladigan qonuniy haqqi. Sizning oilangizda ham pensiyasi kam chiqayotgan yoki staji to'liq hisoblanmagan pensioner bormi? Izohlarda yozing. Qaysi holat sizga tanishligini ayting. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir pensiyasiga qo'shimcha pul qo'shilishiga sabab bo'lar.